men Agrobankga biriktirilgan Sirdaryo mushtariy mahalla agenti bo'laman, yangi tizimga biriktirilgan. Men kelishimdan maqsad Agrobank mahsulotlarini targ'ib etish, mahsulotlarimizni xalqqa yetkazish uchun shu yerga keldim. Bank mahsulotlarimizga bizlarga omonatlarimiz, kreditlarimiz, plastik kartalarimiz kiradi. Bizlarning mahallaga biriktirilgan mahalla bank yo'nalishimiz bor. Unda 50 milliondan 17 milliongacha kreditlar beriladi. 5 millionlik kreditimiz bor, u 1 yilga beriladi. 17 millionlik kreditimiz 4 yilga beriladi, 6 oy imtiyozli davr bilan. 50 millionlik kreditimiz bor, 5 yilga beriladi. Unda 2 yil imtiyozli davrimiz bor. Keyin 100 milliondan yana yuqori ketadigan yana kreditlarimiz bor. Hamroh degan kreditimiz bor ayollar uchun. Ular 7 yilga 2 yil imtiyozli davr bilan tadbirkorlikni rivojlantirish, kengaytirish maqsadida beriladi. Keyin biz oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha 100 milliongacha yana kreditimiz bor. U ham 7 milliondan 7 yildan 3 yilga imtiyozli davr bilan beriladi. Unda ham tadbirkorligimizni kengaytirib, kim o'zini ishlab chiqarish qilish, tadbirkorlik qilish bo'yicha o'zini